Bu mashinamizni mana shu orqa bamperida kraskasi bor ekan. Bitta mana shu farasini almashtirishgan ekan. Ichiga udar o'tmagan. Bagajini qirrasida ozgina silab o'tgan. Mana lakiga ham dash zarar yetmagan. Faqat bamperda sepish sal mana qilib qo'yibdi. Mashinamizni epetida ozgina ko'chgan joylari bor. Kraska tegizib qo'yishibdi mana. Plasmaslarda ham ozgina qiruv-suruvlari bor. Akanga ma'lumotini yetkazib beramiz. Akalar, mashinamizning to'liq kraska probeklarini tekshirib berdik. Mashinamizning holatlari ideal holatda turibdi. Ko'rib o'tganinglardek hamma ma'lumotni video davomida berib o'tdik. Mashinamiz 2023-yil ishlab chiqarilgan, 55 ming kilometr yurgan. Narxiga keladigan bo'lsa, $39.500 ga baraka bo'ldi o'rtoqlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, bo'y mashinalarni ko'rib beramiz.